tumanda qishloq xo'jaligi va infratuzilmani rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar bugun o'zining aniq va amaliy samarasini bermoqda. Ilg'or agrotexnologiyalar, zamonaviy yondashuvlar va investitsiyaviy loyihalarning joriy etilishi natijasida nafaqat hosildorlik oshmoqda, balki yangi ish o'rinlari yaratilib, aholi daromad manbalari kengaymoqda. Xorazm baliqlari o'ziga xos mazali ta'mi bilan ajralib turadi. Biz bugungi ko'rsatuvimizda nafaqat baliqchilik, umuman olganda mana shu qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi o'ziga xos yondashuvlar bilan sizlarni tanishtirishga harakat qilamiz. Balıkçılık için evvelen başlap havzalarını doğru tanlash, balık tashaguncha bo'ladigan qilinadigan ishlarini, masalan shu bir tomondan suv kirib, bir tomondan chiqishlari, sutkasiga bu qancha miqdorda suv almashishi. Sutka davomida biz 3 marta oziqlantiramiz. Ertalab soat 8, obedda 1, kechqurun soat 4-5. Agar bu 2 marta oziqlantiradigan bo'lsangiz, kechqurun masalan shu 4 gacha yemini yeb bo'ladigan bo'lsa, ertalabki 8-9 gacha baliq och qoladi. Shuning uchun bularni davriyligini iloji bo'lsa 4 marta oziqlantirsa, juda ham nimaga maqsadga muvofiq bo'ladi. Sazan balıkını bu oziqlantirgan paytda yemga qo'shib uni dori-darmonini berishingiz mumkin, uni profilaktika darajasida davolashingiz mumkin. Shuning uchun balıkçılıkni umuman boshlaydigan balıkçılar, masalan shu havaskorlar bo'ladimi? Bu albatta balıkni fiziologiyasini oldindan chuqurroq o'rganish kerak bo'ladi. Tumanda baliqchilik sohasi ham jadal sur'atlarda rivojlanyapti. Xususan, Kenogaz hududidagi Ummon baliq fermer xo'jaligida 100 gektar maydonda zamonaviy baliqchilik faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu yerda karp, amur kabi baliqlar bilan bir qatorda qimmatbaho turlar ham parvarishlanmoqda. Super intensiv usulda baliq yetishtirish ameliyatını joriy qilganmiz. Mana ko'rib turganingizdek, kislorodniy stansiyamiz bor. Bu hem sazan balıkları için hem asyotur balıkları için ishlab turibdi. Bu sutkasiga 24 balon kislorod ishlab yetkazib beradi. Har bitta basseynda 1000 tadan balık tashalgan. Bu balıklarni masalan kuzgi oyiga borib, o'sha yil oxirida har bittasi 3 kilogramdan vazn oladi. Bu bitta basseynning o'zida 3 tonna balık degani. Biz taxminan bu yerda 20 ta mana basseynlarimiz bor. O'sha 20 ta basseynda 60 tonna balık olish imkoniyatimiz bor. Bu agar gektar hisobiga oladigan bo'lsak, masalan, bu har bir gektariga 300 tonna, 400 tonna balık yetkazish imkoniyati bor degan gap. E'tiborlisi, mazkur xo'jalikda 30 ga yaqin hovuzlarda yiliga 700 tonnaga yaqin baliq yetishtiriladi. Ayniqsa jahon bozorida yuqori talabga ega bo'lgan asyotur baliqlarning 40 tonnaga yaqini mahalliy iqlimga moslashtirilib parvarish qilinmoqda. Bu esa eksport salohiyatini oshirishda muhim qadam bo'lyapti. Xorazm vohasi nafaqat o'zini baliqlari bilan, balki ilk marotaba mana shunday asyotur baliqlar yetishtirilishi bilan ham mashhur bo'lib boryapti. Mahrom aka, siz bu borada juda ham tajribali insonsiz. Keling, mana shu asyotur balig'ini parvarishlash haqida ham gaplashsak. Mayli, buni tashlavarsam. Biz ayni paytda asyotur baliqlari parvarishlanayotgan yopiq aylanma suv tizimi harakatlarini kuzatyapmiz. Umuman olganda mana shu asyotur baliqlarni parvarishlash qanchalik mushkul? Bu asyotur balıklarını özümüzde mahalliy balıklara nispeten alganda terbiyelash biraz qiyinchiligi bor. Çünkü bu balık agar biz tashqaridan daryo yoki ariq suvini ishlatadigan bo'lsak, u yerda kasallik haddan tashqari ko'p. Bu noyob tur baliq bo'lganligi sababli buni o'ziga yarasha fiziologiyasi unga tashqaridagi suv bilan boqilmasiga mo'ljallanganligi sababli bu yerda yopiq aylanma suv tizimi tashkil qilganmiz. Bu yopiq aylanma suv tizimi degani o'zini suvini qayta chuqur ishlash bilan qaytadan o'ziga yetkazib beriladi. Biofiltrlar bor, bu avtotrof bakteriyalar orqali o'sha suvning tarkibidagi nitrat, nitritlarni zararlantirish uchun foydalaniladi. Keyin o'sha virus bakteriyalarni o'ldirish uchun maxsus ultrafiolet lampalar yordamida chuqur tozalanadi. Keyin suvni qaytadan yana kislorodga to'yintirib bunga yuboriladi. O'zimizning mahalliy balıklar 1 litr suvda 3 mg kislorod bilan yashash mumkinligi bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bularni 10 mg kerak. Undan 3 barobar ko'p kislorod kerak bunga. Sovuq suv balığı bo'lganligi sababli o'zimizning yoz davrida eng yuqori temperaturasi 22 daraja. Undan ortig'i yasha olmaydi. Shuning uchun ham biz mana ko'rib turganingizdek hamma basseynlarimiz usti yopiq, to'g'ridan to'g'ri quyosh nuri tushmaydi. Suvni qizish darajasi yo'q. Sun'iy yaratilgan sharoit bo'yicha bu baliq o'sadi. Biz shuning uchun ham ikra olish jarayonini tabiatdan ko'ra bu yerda tezlashtiramiz. Tabiatda masalan
7, 8, 9 yil bo'ladigan bo'lsa, bu yerda taxminan 6-7 yilda buni eritsa bo'ladi, olsa bo'ladi. Her 2 yilda bir marta ikra beradi. O'zimizning mahalliy balıklarda her yil bermaydi. Shuning uchun bularni agar o'sha ikra olish vaqtini ham o'tkazib yuborsangiz, bu demak yana 2 yil yo'qotdim deganingiz bu. Xo'jalikda baliqchilikning to'liq sikli tizimi yo'lga qo'yilgan. Maxsus inkubatsiya sharoitida baliq lichinkalari yetishtirilib, bosqichma-bosqich voyaga yetkaziladi. Bu usul orqali sifatli nasl olish, mahsuldorlikni oshirish va tashqi ta'minotga bog'liqlikni kamaytirish imkoni yaratilgan. Bu urug'lantirish umuman inkubatsiya davrigacha bo'lgan davrda biz ana baliqlarni to'dasini shakllantirib olamiz. Bu aynan har bitta baliq turi uchun sazan balığı, başka tür balıkların her bitasidan eng zo'ridan zo'ri, chiroyli yetilgan balıklarni yoshiga qarab bularni 200 ta 300 ta ajratib olamiz. Bularni keyin undan ham ichidan yana shu zo'rlarini bir 100 tasini yana saralab olib, o'zini masalan temperatura saqlanish davrlari bor buni. Chunki sazan balıklarnikini 18 gradusdan yuqorida olish kerak. Oq balıklarni masalan shu tavstolov balıklarni 22-24 derecede urug'lantirsa bo'ladi. Aynı damda şu bu balıklarni sazan temperaturamız mana endi 18-20 derecege ko'tarildi. Endi bularni şu sazan balıkından başladık. 4-5 kilo balıktan 1,5-2 kilo urug' olamiz biz. Aynen şu maxsus idishlarda keyin bularni atalantirish jarayoni bo'ladi. Hammasi o'zlari oxir oqibat mana shu 1 sutka davomida hozir biz mana taxminan ko'rib turibmiz, bu 1,5-2 sutka, chunki havo sovigandan evaziga bu sal proses cho'zildi. Lekin agar suvning temperaturasi 22 daraja bo'lsa, taxminan 3 kunda o'sha baliqqa aylanadi. Mana kuzatishingiz mumkin, lichinkalarni eng ahamiyatli tomoni eng birinchisi baliqlarda ko'zlari qop-qora bo'lib bilinib turar ekan, kichkina bo'lishiga qaramasdan. Bu endi mikroskop ostida agar ko'radigan bo'lsangiz juda ayon ko'rinadi. Bu biz hozirdan buni masalan har bitta balig'ning irsiy kasalligi bormi, yo'qmi, bularni juda chuqur tahlil qilamiz. Energiya samaradorligi ham e'tibor markazida. Ummon baliq fermer xo'jaligida umumiy quvvati 350 kilovat bo'lgan quyosh panellari o'rnatilib, elektr energiyaning qariyb 70% qayta tiklanuvchi manbalar hisobidan qoplanmoqda. Bu esa ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish bilan birga ekologik barqarorlikni ham ta'minlayapti. Sizni haqiqiy ma'noda ishbilarmon tadbirkor deb ta'riflashim mumkin. Sababi mana shu jarayonlar uchun juda katta kuchlanishda elektr energiya ham sarflanadi. Buni ham inobatga olgan holda siz muqobil quyosh panellaridan foydalanish orqali quyoshdan elektr energiya olyapsiz-da. Mana shu jarayonlar qanchalik sizga foyda keltiryapti? Albatta bularning hammasi elektr energiyasiz bo'lmaydi. Chunki bu suvni ko'tarib olishdan tortib, mana shu uchastkamizning o'zida 100 kilovatlik quyosh paneli o'rnatganmiz. Bu bizning taxminan fermer xo'jaligimizda 350 kilovat quyosh paneli o'rnatganmiz. Chunki suvni ko'pincha biz ko'tarib olish evaziga baliqchilik qilamiz. O'sha bizning ehtiyojimizni taxminan 70%'ını bu quyosh paneli hozir yapib turibdi. Oldin biz masalan her oyiga 130 milyon, 140 milyon elektr energiyaga pul to'lagan bo'lsak, quyosh ko'p payti hatto biz davlatga ham ortiqchasini sotib, u yerdan ham 15-20 milyon o'zimizdan tashqari, ishlatganimizdan tashqari davlatga ham sotgan paytlarimiz bor. Hozir bu yerga harakatlanib kelish barobarida kiraverishda ham siz tomoningizdan o'rnatilgan quyosh panellarini ko'rdik. Hattoki u yerda elektromobillarga zaryadlash xizmati ham yo'lga qo'yilgan ekan. Bu qanchalik tuman aholisi uchun manfaatli bo'lyapti? Qo'shko'pir tumanida hali elektr zaryadlash uskunasi yo'q. Biz shuning uchun quyosh energiyasidan tok olib, buni ham aholiga sotish, o'sha mashinalarni zaryadlash uchun zaryadlash uskunalarini olib keldik. Qora ikra ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu mahsulot osyotir balig'idan olinadigan dunyodagi eng qimmat delikateslardan biri hisoblanadi. Uning yetishtirilishi uzoq muddat va yuqori mas'uliyat talab etadi. Ikralarni qadaqlash, ularni saqlash sexida turibmiz. Oziq-ovqat mahsuloti bo'lganligi sababli ham bu tez buziluvchan mahsulot bo'lganligi sababli buni o'zini maxsus yuqori darajada xavfsizlikni ta'minlash kerak. Chunki ultrafiolet lampalar bilan jihozlangan maxsus zanglamaydigan idishlar, umuman o'zida bakteriya nimalarni saqlamaydigan asbob uskunalar, keyin vakuum upakovkalari hammasi bu yerda biz tashkil qilganmiz. Baliqdan ikra olingandan keyin
O'zini maxsus xolodilniklari bor. O'sha xolodilniklarda 10-15 kun -17 darajada muzlatiladi. Ekran o'ziga 3% gina tuz qo'shiladi. Mana kuni kecha Fransiya davlatidan o'sha tomonda magazin ochib qo'ygan bitta hamyurtimiz bor ekan. O'sha odam kelib, shu faqat bizni baliqni sotishni, bizni o'sha Yevropa bozoriga kirgizib, o'zimizni brendlar bilan o'sha tomonda faoliyat yuritishni taklif qildi. Bizga juda ma'qul keldi. Endi bu o'tgan yil bir 5-10 kilo olgan bo'lsak, bu yil mana 50 kilo ikra oldik. Keyingi 27-yilga taxminan 500 kilo ikra olish quvvatimiz bor. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, o'rtacha 10 kilogramlik osyotir balig'idan 2 kilogramgacha ikra olish mumkin. Biroq bu natijaga erishish uchun kamida 7 yillik mehnat va to'g'ri parvarish talab etiladi. Bu borada tuman tadbirkorining tajribasi boshqalar uchun namuna bo'la oladi. Qo'shko'pir tumanida faqat baliqchilik emas, balki bog'dorchilik va uzumchilik ham yangi bosqichda rivojlanmoqda. Kenegaz hududidagi fermer xo'jaligida 34 gektarlik maydonda zamonaviy uzumzor barpo etildi. Bu yerda yetishtirilayotgan eksportbop uzum navlari ichki bozorni ta'minlash bilan birga tashqi bozorga ham chiqarilmoqda. Biz ayni paytda uzum yetishtirilayotgan 34 gektarlik dala maydonidamiz. E'tibor berishingiz kerak. Bu yerda hattoki suv tejovchi texnologiyalar ham joriy etilgan. O'z navbatda bu yerda yetishtirilayotgan hosil jahon bozoriga ham yo'l oladi. Keling endi suhbatimizni bu yerdagi haqiqiy mutaxassislar bilan davom ettiramiz. Umuman olganda, mana shu ko'chatlarni o'tkazish jarayonlarini, mana shu bosqichgacha yetib kelgich jarayonlarini eslaydigan bo'lsak, qanday mana shu natijaga yetib kelindi? Agronet fermer xo'jaligi 34 gektardan iborat. Shundan 28 gektari 5 yillik ko'chat. Bosqichma-bosqich keyingi etaplarga o'tib, boshqa nima bilan to'ldirib turibmiz izini. Endi 5 yil bo'ldi shu fermer xo'jaligimizda. Endi hozircha 2-yili hosil berib boshladi. O'tgan yil bir 300 tonna yaqinroq hosil oldik. Bu yil endi undan rejamiz sal kattaroq. Tomchilar sug'orish bo'yicha shu ishlarni yo'lga qo'yib berdik. Suv tejamkorligiga e'tibor qilasiz. Suv gemadi, yo'qadi, ko'padi deb o'tirmaysiz. Ko'p narsalarga baribir bog'liq. Ham tok mevasi ko'p suv iste'mol qilmaydi baribir. Bizning sharoitimizda, Xorazm sharoitida. Shuning uchun tomchilar sug'orish ayni muddaoda bo'ladikdan shuni qildik biz. Endi ko'raman desangizlar, o'zlarimizda shu baliqchiligimiz ham bor, ishchilari bir yordamchi xo'jalik bir yerdan aqlana foydalanish uchun shu texnologiyalardan foydalanib turibmiz. İşçilerimiz hammasi minnatdor. Davlatimiz rahbarına rahmat aytamiz. Shu yaratib bergan imkoniyatlardan foydalanib, biz asosan shu Rossiya Federatsiyasiga eksport qilamiz. 95% tayfunavidan iborat. Shuningdek, tumanda 28 gektar eski va kam hosilli bog'lar o'rniga intensiv bog' va toksorlar tashkil etildi. Paxtachilikda esa Shinjon usuli asosida chigit ekish, plyonka ostida parvarishlash va tomchilatib sug'orish texnologiyalari keng joriy qilinmoqda. Bu esa yer va suv resurslaridan samarali foydalanish imkonini beryapti. Bu yerda Shinjon usulida 21 gektarlik dala maydoniga paxta ekilmoqda. E'tiborli tomoni, suv tejovchi texnologiyalar ham joriy etilgan. Bu esa o'z navbatda har tomonlama karrasiga iqtisodiy foyda degani. Batafsil ma'lumotlarni fermer xo'jaligi rahbaridan olishga harakat qilamiz. Masalan, biz odatiy tarzdagi paxta dala maydonlarida yetishtirilayotgan hosil bilan mana shu hozirgi ekish jarayonlarini Shinjon usulini taqqoslaydigan bo'lsak, qanday ijobiy o'zgarishlarni, afzalliklarni bilishimiz mumkin bo'ladi? Paxtani texnika gezib bo'lmaydiganmi, Shinjon usulida ekilsa, buni afzalligi tomchilash, shlanka o'tganmi teyindan suv tomchilash usulida beriladi. Afzalliklari ko'p, xarajati kam. 28-mart kuni ekilgan paxta bu. O'tgan yil qancha natija mana shu dala maydonlaringizdan hosil olgandingiz? O'tgan yil 42 sentnerdan hosil olganman. Bu yil mana shu amaliyotni joriy etish hisobiga qancha hosil olishni rejalashtirasiz? Endi 55-60 olib boramiz. Avvalgi ekonom paxtamizdan bu daromadliroq. Mana shu subsidiyalardan foydalanyapsizmi? Berilayotgan. Qanday subsidiyalar berilyapti fermerlarga? Suvdan chegirma turibdilar. Ham peyda o'tiribdi. Katta o'zgarish bor. Mana 21 gektarlik dala maydoningizga bu usulni, bu tajribani joriy etdingiz. Bunga qancha mablag' sarfladingiz? Hozircha 876 million. Bu esa sizga yillar davomida daromad olib keladi. Toza dasturlar yurib turibdi. Prezidentning qarorlari. Bizlar shundan foydalangan holda Shinjon usulida paxta yaxshilikka intilib boramiz. Jumladan tumanda joriy yil paxta hosili uchun 8455 gektar maydonga chigit ekilgan bo'lib, shundan 2869 gektarda Shinjon usulida yetishtirish belgilangan.
Hozirgi kunda Qo'shko'pir tumanida 223 gektar paxta dala maydonlarini 12 ta fermer xo'jaligini tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish shartnoma qilindi. Plyonka tagini chigit ekish usuli bilan tashkil qilindi. Paxta ekish ishlari dizel yoqilg'isidan, mineral o'g'itlardan hammasidan 50% dan iqtisod qilinadi. Aynan bugungi kunda suvni iqtisod qilish bu ekologik muammolarni bartaraf qilishda ham ijobiy natijaga olib keladi. Umuman olganda, davlatimiz tomonidan ham fermerlarga bu yo'nalishda ko'plab subsidiyalar, imtiyozlar, imkoniyatlar berilyapti. Keling, mana shular haqida ham gaplashsak. Hozirgi vaqtda subsidiyalarni 18 milliondan 20 milliongacha beriladi 1 gektarini. Hozirgi vaqtda shu fermer bilan pudrat tashkiloti o'rtasida shartnoma bo'ladigan bo'lsa, 50% pul miqdori chiqariladi. Keyingi vaqtda qurilish ishlari yakunlangandan keyin subsidiya mablag'lari ajratiladi. Misol uchun 20 gektariga 500 milliondan bo'ladigan bo'lsa, 1 gektardan 18-20 milliondan subsidiya mablag'lari ajratiladi. Shundan 10 million, 12 million kredit mablag'lari qoladi gektariga faqat bo'lgani. Shuni to'lasa 5 yil mobaynida to'lanadi. Imtiyozli kreditlar ajratiladi fermerlarga. Shu texnologiyani joriy qilish uchun. Tumanda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida kartoshka ekin maydonlari ham kengaytirildi. Bu esa aholini arzon va sifatli qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tumanimizda jami 1169 gektar maydonga kartoshka ekildi. Xorazm vohasida shu martı 10'undan ta 25 martgacha erta ekilishi kerak. Eng kamida gektarni 20 tonnadan kartoshka beradi. Sug'orish tizimlarini yaxshilash maqsadida infratuzilmaviy ishlar ham olib borilmoqda. 2025-2026 yillar kuz-qish mavsumida fermerlar uchun qulaylik yaratish maqsadida 300 kilometrga yaqin ichki ariqlar betonlashtirildi. Suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi tomonidan turli davlat dasturlari hisobiga o'tgan yildan hozirgi kungacha 10 ga yaqin mahallalarda 17,16 kilometr kanallar betonlashtirildi. Joriy yilda Kumyob kanalida betonlashtirish ishlari amalga oshirilib, suv yo'qotishlarning oldi olinmoqda va yerlarning samarali sug'orilishi ta'minlanyapti. Shikob kanalini betonlashtirish ishlari bajarilib, hozirgi kunda suv yetkazib berish osonlashib qoldi betonlashtiramizdan keyin. Mana masalan shu oddiy Shikob kanalimizda oldin 1,8 kilometr betonlashtirdik. Bundan tumanimiz fermer xo'jaliklari va mahalla aholi tomorqalari sug'orish olib boradi. Oldin qiyin bo'lgan mana shu oddiy shu kanalimizda suv olib o'tish qiyin bo'lgan shu mazda. Hozirgi kunda betonlashtirgandan keyin sudan foydali kapsiyada oldi 70 bo'lgan bo'lsa 95% erishildi. Suvni ochganimizdan keyin uzoq bilan 3 soat 4 soatda suvimiz kanalning oxiriga borib turibdi. Osonlashib ketdi. Bundan hozir suvning o'zidan 40%gacha iqtisod qilib suvning o'zini hozir. Yo'qotish ko'p bo'ladi oldin. Hozirgi kunda yaxshi natija erishildi. Ya'ni hozir bugungi kunda fermer xo'jaliklar o'zimiz ham ishchilarlari betonlash ishlari bo'lib turibdi. Bu 25-yil, 26-yilda 295 kilometr yerimiz ishchilarlar betonlashtirildi. Shu natijasidan fermer xo'jaliklar aholi tomorqalarimizdan suv yetkazib osonlashtirib biz uchun. Bu qilinayotgan ishlarimizdan aholimizdan fermer xo'jaliklar ham xursand bo'lib turibdi hozir. Chorvachilik sohasida ham izchil rivojlanish kuzatilyapti. Yangilik hududidagi mazkur fermer xo'jaligida zamonaviy chorvachilik faoliyati yo'lga qo'yilib, aholini sifatli go'sht va sut mahsulotlari bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2000-yilda tashkil topilgan fermer kredit asosida chetdan mal olib kelib 21 boshga yetirdik. Shundan 140 ga boqishimiz yaxshi imkoniyatlar. Kuniga 15-16 kilo yem beriladi. Hozir 7 gektar yo'rincha 8 gektar javdarak ko'kmiz 15 sharni o'ramiz deb turibmiz niyat etib. Bizlarimiz o'tni yetishsa makka ekdik 15 gektar. Foydasi yaxshi, foydalanib turib. Boshlangan vaqtda kichkina ferma bilan boshladik. Hozir kattaytirib, bundan ham kattatirishga harakat etib turibmiz. Bitta chorva mol 20-25 litr beradi ular ham ichida. Hozir raqam beradi. 600-650 litr sut chiqadi bir kunda. Shartnoma asosida topshiramiz. Hozirda 150 mol bor, shuni harakat etib turibmiz. Shu 200-250 atamiz deb keyingi yillar ko'paytirib shu mollarni davlatimiz tomonidan berilib turgan kredit asosini foydalanish uchun 21 bosh mol keldi shu vaqtda. Hozirgi kunda shu 150 ga yetdi. Kreditlarni to'ladik. Daromadga chiqdik hozir shuni. Prezidentimizga rahmat deymiz, imtiyozli kreditlarni berib turganlar. Umuman olganda, Qo'shko'pir tumanida amalga oshirilayotgan bu kabi keng ko'lamli ishlar hududning agrar salohiyatini yanada yuksaltirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va aholi farovonligini oshirishga xizmat qilmoqda.
Tumanimizda hozirgi kunda chorvachilikka ixtisoslashtirilgan jami 152 ta fermer va qishloq xo'jalik korxonalari mavjud bo'lib, shundan qoramochilikka ixtisoslashtirilgan 46 ta fermer xo'jaligi, parrandachilikka ixtisoslashtirilgan 13 ta, qo'y va echkichilik yo'nalishi bo'yicha 24 ta, quyonchilikka ixtisoslashtirilgan 5 ta va asarchilik yo'nalishidagi 2 ta, shuningdek 62 ta baliqchilik yo'nalishidagi fermer xo'jaliklar faoliyat olib bormoqda. Bugungi kunda 5890 bosh qoramol, shundan 2880 bosh asosiy mahsulot beradigan sigirlar, 14970 bosh mayda shahrimollar, ya'ni qo'y va echkilar, shuningdek 350 ming bosh parrandalar asralmoqda. Joriy yilda 7500 tonna sut, 440 tonna go'sht mahsulotlari yetishtirilishi rejalashtirilgan. Tumanimizdagi chorvachilik, parrandachilik, qo'y va echkichilik yo'nalishidagi fermer xo'jaliklariga jami 2656 gektar eki yer maydonlar biriktirib berilgan bo'lib, buning 650 gektarida eski beda mavjud. Yana qo'shimcha ravishda bahorda 211 gektar yangi beda ekildi. Shuningdek 50 gektar hashak lavlagi, 261 gektar maydonda oraliq ekilgan mavjud. Endi qolgan maydonlarga silos uchun makkajo'xori ekish ishlari oxiriga yetib bordi endi. Davlatimiz tomonidan chorvachilikni rivojlantirish maqsadida keng imtiyozlar berilmoqda. Bu yil ham tumanimizda chorvachilikni rivojlantirish maqsadida 163 milliard 780 million so'mga 13 ta loyihalar rejalashtirilgan. Ushbu dasturlar asosida 1016 bosh sut va go'sht yo'nalishidagi qoramollar, 2000 bosh qo'y olib kelish kutilmoqda. Oktyabr oyigacha mollar chet davlatlardan kirib kelishi rejalashtirilgan. Shuningdek, 200 ming bosh parrandaga mo'ljallangan 2 ta loyihamiz mavjud. Bular bo'yicha ham hozirgi kunda ishlar boshlandi. Shuningdek, 165 gektarda baliqchilikni rivojlantirish maqsadida yangidan suv havzalari tashkil qilish bo'yicha bitta loyihamiz amalga oshirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Tumanimizda naslchilik ishlarini yaxshilash borasida ijobiy ishlar qilinmoqda. Tumanimizda hozir jami 16 ta naslchilik xo'jaliklari bo'lib, shundan 14 tasi qoramochilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaliklar, bitta asarchilik, bitta baliqchilik va bitta parrandachilik naslchilik fermer xo'jaliklarimiz mavjud. Naslchilik xo'jaliklari tomonidan har yiliga 200-230 bosh atrofida aholi va fermer xo'jaliklariga naslli qoramollar yetkazib berilmoqda. Shuningdek, parrandachilik xo'jaligimiz tomonidan yiliga 200 ming bosh parrandalarni aholiga kooperatsiya usulida tarqatish ishlari olib borilmoqda. Parrandachilik xo'jaligimizda shuningdek yiliga 30 ming tonna omuqda yem ishlab chiqaradigan korxona faoliyat olib bormoqda. Chorvachilik sohasida qilinayotgan ishlar tuman aholisini iqtisodini yaxshilash, ularni chorvachilik mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish maqsadida olib borilyapti. Yil yakuni bilan go'sht ishlab chiqarish hajmlari 28,5 ming tonnaga, sut ishlab chiqarish 119,4 tonnaga, tuxum yetishtirish hajmlari 33,6 million donaga va baliq yetishtirish hajmlari 4 million 300 ming tonnaga yetkaziladi. Natijada tuman aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji yetishtirilayotgan mahsulotlar hisobiga to'liq ta'minlanadi. Har bir yo'nalishdagi o'zgarishlar zamirida avvalo mamlakatimizda berilayotgan imkoniyatlarni ta'kidlash lozim. Natija bo'lsa dasturxonlar to'kinlikka zamin yaratmoqda.